Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana keyingi xonadonimizda ish jarayonlari xudo xolasa bugun ustalik akalarimiz bitib, xudo xolasa xudo rozi bo'lib, bunimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Qo'ng'irot qishlog'ida o'z nihoyasiga yetyapti. Xudo xolasa mana darvozaxonamiz 19 metr darvozaxonamizga akamizga otisha bezak kerak bas, skromniy narsa qilib bering deyishdi. Mana o'ziga holatga chiroyli narsa qilib berdik. Endi tashqarilarini, xudo xolasa tashqarilarini ham qilib berasiz deb turibdi. Xorilarni ham. Bular bitirib mana shu xori joyimiz qolgan. Hozir bir qator sizlarga tanishtirib o'tamiz. Mana xorilarimiz faqat 04 Toshkentnikini ishlatyapmiz hozircha. Kimga masalan pul arzonroq deydigan bo'lsa, pul arzonroq listlarimiz ham bor. Mana 04 degan yozuvlar, 040 Tamaza 040 degan yozuvlari bor. Bexijolat, shu mokriylari ham 04 bo'ladi. Mana oddiy misol mana shu nakonechniklari, mana nakonechniklari ham bexijolat ko'rilaveradi. Hamma narsasi 04. Buni ham o'ziga holatga chiroyli chiqdi bu darvozaxona ham. Kimga mana shunday tunikafon ishlarimiz kerak bo'lsa, bexijolat aloqaga chiqsanglar, mana shunday o'ta bir go'zal holatda chiqarib beramiz. Inshaalloh mana gazroklarimiz davomi. Mana tarnovlarimiz ustiga ham aynan do'ppichalarni qo'yib, chiroyli qilib o'ziga yarashadigan holatda qilib. Mana shu holatda burchaklarni ham iloji boricha ransizlik tushirmasdan qildik. Qo'limizdan kelgancha perikoz bo'lsa ham holatga keltirib chiqardik. Kimga mana shunday tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, bexijolat telefon qilsalaring, aloqaga chiqib, xudo xolasa hozircha vodiy bo'ylab ishlarimiz. Ko'ramiz endi Samarqand, Jizzaxlarga ham bir marta bordik. Kelishib qolsak, Samarqand, Buxoro, xudo xolasa kelishsak bo'ldi deydi-yu. Bizdan uzoqlashmang, sizlar bilan Usta Sherxon.